Dadasi, qo'shnimiz bizdan o'tib ketgan. Yangi uylar sotib olgan. Buni siri nima deb o'ylaysiz? O'zim ham 2 oy oldin shayton bilan gaplashdim. Xo'sh. Yaxshi maslahatlar oldingizmi? Qayoqda? Uni o'zining ishlari yaxshi emas. Bizimdan o'tib ketganmiz-ku. Ishidan ham bo'shagan. O'zi bir alfozda yuribdi. Unda oldiga boraylik. Menda zo'r g'oya bor. Ketdik. Uni shu yerdami? Ha. Shayton! Birodar, bu yoqqa chiqqin. Birodar. Sochni nima qilding? Ko'rmisan? Seni bizga yordaming kerak. Qo'shnimiz bizdan o'tib ketdi. Yangi uylar sotib oldi. Buni sirini bilishimiz kerak. Xudoning borligiga ishonasanmi? Ha, ishonamiz. Yo'q, ishonmaysan. Ishonganingda bunaqa ishlarni qilmasding. Sen shaytonmisan yo farishta? Men senga har lahza yomonlik tilab, yaxshilik qilguvchi kuchning bir qismiman. Qo'shning nimalar qilayotganini bilaman. Boyib ketish uchun o'sha ishlarni qilmoqchimisan sen? Ha. Boyib ketsak bo'ldi. Yashaymiz. Qilolmaysan. Qo'shning oddiy boylikni xohlayotgani yo'q. U 2 dunyo boyligini xohlayapti. Halol yashaydi. Birovning haqqini yemaydi hech ham. Hech yegiz olmadi birovning haqqini. Xotiniga ham yaxshi qaraydi. G'iybat ham qildirmaydi. Sen rostdan ham shunaqa yashamoqchimisan? Adashmasam, yoshligimdan beri eshitib keladigan jannat haqida gapiryapsan, to'g'rimi? Men seni hurmat qilib ta'zim qilmaganim uchun la'natlanganman. Bu vaqtda mosuvo bo'lganman. Seni bo'lsa imkoniyating bor. 2 dunyo boylikka erishish uchun. Shunda 2 dunyo boy bo'lamizmi? Bo'ldi, biz buni eplaymiz. Ketdik. Biz buni eplaymiz. Rahmat senga shayton. 2 dunyoni eng boyi bo'lamiz.